Assalomu alaykum, gruppamiz kanalimiz a'zolari. Kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Andijon jahon bozori Optim guli bozoridan ozgina bo'lsa ham video olib qo'yamiz. Kamolda. Mana Benjaminlar 30 ming ketdi. Safarga narxida qorasi tugab qoldi. Safar Optim kunlikda video olganmiz. Qorasi bundan nisbatan kattaroq, shoxlaganligi uchun 50 ming so'mda sotilib ketdi. Oqilmashlari qoldi. Yana bulardan yana bor, ko'proq oladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Mana sotilgan gullar mana ketyapti. Bular qayerga? Namangan ketyapti. Karatonlar 250 ming so'mga. Yangi kelgan, o'ta go'zal, mana ko'rishinglar mumkin. Mana shu yerdan bu yoqda barki bor. Inskilardan turibdi. Kolleksiya barcha baxiyalardan. Namangan xudo xohlasa To'raqo'rg'onga kelgan. Mana olganim yo'q. Ularni ish oldinglar mana. Qaysini? Kratonda. Kratonniga bordim. 25 mingdan olishdi. Mana Tojikistonlik akamiz kelgan xaridor bo'lyapti gullarga. O'qitimiga. 55 ming. Mana paxayralar bor ekan. Kameli o'g'li maylisini oldi. Paxayralar bor ekan. Shoyatda paxayra nechi pul? 70 ming. 70 ming so'm. Katta kameli bu kattaroqlari 1 metrdan oshiqroq 350 ming so'm. Ko'rishinglar mumkin. Kratonlar bu sarig'i, bu qizili, buni mayda bahlisi. Uchtasi birda. Pushti, qizil, sifat. Push. 100 mingdan. 100 mingdan mana 100 mingdan 1 metr. Ko'chirilgan holatda 1 metrlik palma Wagners. Bu ham 100 mingmi? Bu ham 100 ming. 100 ming. O kattasi-chi? 150 ming. 1,5 metrligi 150 ming uchun ko'rishlar mumkin. Baklari ham qattiqda buni. Lekin Norazmi ham zab turibdi. bu o'tgan safargi narx degan? O'tgan safargi narxlarni ishlarda 30 ming so'm ekan. O'zbek Momala sayiz nechi pul? 10 ming. 10 ming so'm. Zenzi bolasi 25 ming ekan, mola 10 ming bo'lsa kerak. Yo'q. Ha, bu yerda shunaqa, 10 yo'q bo'lar, qiyin bo'ladi. Ha, kitob parsani ham kattasi. Bugun mana bu payshanba katta bozordan keyingi holat bo'lgan uchun ozgina shunaqa holat ham bo'ladi. Aybga buyurmaysizlar. Tozalashga ulgishmadi haligi tozalovchilar. Kitob kattasi nechi pul? 400 ming so'm ekan. Bo'yi ko'chirilgan holatda 180 bor, 190. Ekilsa shu 1,5 metr bo'lib qolar ekan-da. 1,5 metrdan oshiqroq. Oshiqroq bo'lar ekan. 12 metr. Ayni turpog'i bor. 40 santimetrga ketadi ertagiga. Yozyapti, bundan keyin yozib turing. Hey. Yine gelmeniz güzel o zaman. Siriylar. Akubalar nechi bundan? Doston ovarmadi. Ha? Ovar. Mana bu yerda yangilik chiqib qopti. Assalomu alaykum. Qala yaxshimisiz, sizmisiz? Gerallar gullabdi-yu. Qarmanglar. Sizlar bo'lyaptimi siz? Nechi pul gerallar? 5 metr. 5 ming. Ha, yaxshi. Mo kalamlar? Karaman 5 ming so'm korobkaga, Optimga. Bozorda hech kim qolmabdi-yu. Savdo qilib yurib. Mana xrizantemalar. Yoki ikki bo'lsa, chiroyli bo'lib qolar ekan. Ko'chat nechi pul beryapsiz Bravo'da? Aka 3 ming so'm beramiz oxiri. 3 ming so'm. Sariqchi? Bu ham 3 ming. Turadi. Kelgani boshqa qo'ying. Piyozni stopaylik. Ovoz chiqib qoldi endi opa. Ovozinglar buni. 8 ming beryapti. Mana guli kattadan ekan-a? O'zida katta bo'lgan. Ya'ni hech ochilsa zo'r bo'lib qolardi bu. Chiroyli bo'lib qoladi yana. Mana xrizantemalar. Muhabbat opa bular necha pul olib ketdi? 18.
18 ekan bugi. Xrizantemalar. 18 mingga bir quchoq gul. Kofe bormi? Kattasi bor. Qancha? Qancha? 230. 230. Qani? Joyimda. To'xtanglar. Mana traktor bo'lmalarmi Wagner's. Nech pul ekan bu Wagner's? Mana 200 ming so'm charchamiz. Nech pul beryapsiz? Qo'lga tegish. Ya, просто hozir YouTube'ga tashlab qo'yamiz-da. Ko'pir olsa 180 ming, 170 ming beramiz. Ha, bo'yi ko'chirilgan holatda buruq qirig'i bor ekan. 180 ming ekan. O katta nech pul? Ular 1 million aka. Stoli 1 metrdan oshiqroq ekan uni. Ha. 1 million ekan. Kelishadigan joyi bor. Mana xrizantemalar. Biz savdo qildik-da. Savdodan bo'shab olib, u paytlar ham narx aytgan vaqtinglar bo'lmasdi-da. Qani. Endi vaqt bo'libdi. Qancha qolmayapsizlarmi? Tugatib yuborib, bo'mbo'sh bo'lib olib, xotirjam. Ikkalasini kallasi joyda yo'q. Oy, telefon ichiga kirib ketibsizlar. Hop. Mana. Moh, saliginaqa orxideyalarga. Что это такое? Мох? Moh debpa, takoy moh bo'lam. Mana ko'rgan bo'lsanglar, kechagina taqada gruppaga tashlagan edik. Mana shu holati. Narxini aytib yozgandik, narxi gap bo'lsa esimda yo'q. Mana hozirgi original holat, shu holat. Nechasilar bor. Yana asma ko'tan bor kilolik. Uni narxini yozib qo'yganmiz. Bemalol kirib, ko'rib olishingiz mumkin. Gullar yangilasizlar yaxshi, ha? Mana nech puliga? 180. Bu safar 2 kilo kelibdimi? Sal kichikroq. Nech pul ular? 35. Difin bahiyalar bor ekan. Kameliya. Mana sheflardan mashina. Kichkina kelib qolibdi-mi? Ha shu endi iloji yo'q. Bizni giramizmi? Ha, nimaga keluvdi? Yana. Bir to'sib kelishash kerak. To'g'ri, tursa. Mana shu hamma kutgan indiski seriallar shu yerda turibdi. Avash 35 ming ekan. Kratorlar hozir qo'ldan to'sgani ketishdi. Ular 20 ming, 15 ming shunaqa bo'lib singonimlar. Bugungi videomiz oxirlab qoldi. Mana 350 ming ekan. Ular 250 ming so'm. Birortasi nima qilib bo'lsa. Emo, Hamidorachi. Mana Hamidoriya bo'yi 1 metr kelar ekan. Chiroyli ekan. Xrizantema ishqibozlariga. Qo'yib agronomalar. O bahayra chiroyli ekan. Ştamp üstü. Gartiyede nesi bu? 95. 95. Chiroyli ekan. Mashinada gullar to'playapmiz aka. Pushtilarchi? 95. Onun Abdullahlar kim boribdi? Sen turumdanki, mandanmi? Hech pul deyapti. Ularmi? Hali nima qilganimiz yo'q. Oqlari yo'qmi? Yo'q. Hadi difin bahiyalar bor ekan. Qisqasi bozorda. Ana shu oxirgi joyimiz qolibdi shu yerda. Sakaslar mana mushkambar ham. Ikkita qolibdi, qora aka. Mushkambarmi? Ha.
Bugungi videomizni shu bilan nihoyasiga yetkazdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kichkina gullaringizni aytgan. Mana. Oldi. Bolam kech qoldik video qilishga. Shu